Bugun men juda muhim savolni oddiy raqamlar bilan tushuntirib beraman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Chunki ko'pchilik tarif oshdi, foiz qo'shildi, imtiyoz o'zgardi degan gaplarni eshitadi. Lekin oy oxirida cho'ntagidan aynan qancha ko'proq pul chiqishini aniq hisoblay olmaydi. Bu ma'lumot har bir oila, har bir tadbirkor, har bir ijara uyda yashayotgan inson uchun kritik darajada muhim. Chunki 5%, 10% yoki 20% oshish qog'ozda kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bir nechta to'lovlar qo'shilganda oilaviy budjetga sezilarli bosim beradi. Men bugun sizga hisob kitobni real hayot misollarida ko'rsataman. Elektr, gaz, suv, internet, kredit, ijara, bog'cha yoki ta'lim to'lovi, kommunal xizmatlar va boshqa majburiy xarajatlar bo'yicha videoni oxirigacha ko'ring, chunki men eng ko'p uchraydigan xatolarni, yashirin oshishlarni va o'zingizni himoya qilish uchun nima qilish kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi amaliy hisob kitoblar sizga pulingizni tejashda bevosita yordam beradi. Avval vaziyat qanday edi? Odamlar odatda oy boshida maosh oladi, keyin birinchi navbatda majburiy to'lovlarni yopadi. Uy-joy, kommunal xizmatlar, kredit, aloqa, transport, oziq-ovqat. Agar tariflar barqaror bo'lsa, odam o'z budjetini taxminan biladi. Masalan, bir oila har oy 300 ming so'm elektrga, 150 ming so'm gazga, 150 ming so'm suvga, 100 ming so'm internetga, 2 million so'm ijara yoki ipotekaga to'layotgan bo'lsa, bu raqamlar oila uchun odatiy normaga aylanadi. Lekin hozir nima o'zgaryapti? Birinchidan, tariflar bosqichma-bosqich oshyapti. Ikkinchidan, ayrim joylarda limit tizimi yoki iste'mol darajasiga qarab narxlash kuchaymoqda. Uchinchidan, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ba'zan abonent to'lovi, qayta ulash puli, penya, komissiya yoki qo'shimcha xizmat haqini ham qo'shadi. To'rtinchidan, narx oshishi faqat bitta to'lovda emas, bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishda bo'lsa, umumiy yuk ancha kattalashadi. Eng katta xato shuki, ko'pchilik oshishni faqat foizda ko'radi. Masalan, elektr 15% oshibdi deydi. Lekin sizning oilangiz elektrga 200 ming so'm to'lasa, 15% bu 30 ming so'm. Agar 700 ming so'm to'lasa, 15% bu 25 ming so'm. Demak, foiz bir xil, lekin real puldagi oshish har bir oilada boshqa bo'ladi. Shuning uchun men har doim bitta savolim beraman. Sizning avvalgi to'lovingiz qancha edi va yangi hisob bo'yicha qancha bo'ladi? Endi eng sodda formuladan boshlaymiz. Agar biror to'lov umumiy foizga oshsa, avvalgi summani ima-qimaga ko'paytirasiz. Agar imbija foizga oshsa, 20 ga. Agar ima foizga oshsa, 20 ga. Masalan, siz oldin oyiga 500 ming so'm to'lagan bo'lsangiz, 10% oshganda yangi summa 5 ming so'm bo'ladi. 15% oshganda 5 ming so'm, 20% oshganda 600 ming so'm bo'ladi. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin muammo shundaki, real hayotda bitta to'lov emas, bir nechta to'lov oshadi. Keling, birinchi real misolni ko'ramiz. 4 kishilik oila bor. Ular oyga elektrga 2 ming so'm, gazga 1 ming so'm, suvga 7 ming so'm, chiqindi xizmatiga 1 ming so'm, internet va mobil aloqaga jami 20 ming so'm, ijaraga 2 million so'm to'laydi. Avvalgi majburiy to'lovlar jami qancha? 2 ming plus 7 ming plus 7 ming plus 4 ming plus 20 ming plus 1 million. Jami 2 million 706 ming so'm. Endi faraz qilamiz. Elektr 20% ga, gaz 20% ga, suv 10% ga, internet va mobil aloqa 10% ga. Ijara esa 25% ga oshdi. Elektr 2 mingdan 300 mingga chiqadi. Gaz bir taxmindan 2 mingga chiqadi. Suv 7 mingdan 7 mingga chiqadi. Chiqindi xizmati o'zgarmada bo'laylik, 40 ming qoladi. Aloqa 20 mingdan 2 mingga chiqadi. Ijara 2 milliondan 2 million 300 mingga chiqadi. Yangi jami summa 3 million minus 6 ming so'm bo'ladi. Demak, oila oyga darsa 6 ming so'm ko'proq to'laydi. Yiliga esa bu 1 million tagicha etib 2 ming so'm qo'shimcha xarajat degani. Bu yerda e'tibor bering. Har bir o'sh alohida qaralsa, juda dahshatli tuyulmasligi mumkin. Elektrda 7 ming, gazda 27 ming, suvda 7 ming, aloqada 22 ming, ijarada 300 ming. Lekin hammasi qo'shilganda 406 ming so'm bo'lyapti. Bu pul bilan oila bir haftalik oziq-ovqat xaridini qilishi, bolaning kurs pulini to'lashi yoki dori-darmon olishi mumkin edi. Demak, real ta'sir faqat tarifda emas, umumiy budjetda ko'rinadi. Ikkinchi misol, yolg'iz yashaydigan talaba yoki yosh mutaxassis. U ijara xonaga 1 million 200 ming so'm to'laydi. Elektr va kommunal ulushi 1 ming so'm. internet ulushi 6 ming so'm,
mobil aloqa 20 ming so'm, transport 300 ming so'm, jami majburiy to'lovlar 20 million 706 ming so'm. Agar ijara foizga oshsa 20 million 320 ming bo'ladi. Kommunal 20 foizga oshsa bir taqsim ming bo'ladi. İnternet 10 foizga oshsa 66 ming, mobil aloqa 55 ming bo'ladi. Transport ham yo'l haqi yoki benzin sabab 25 foizga oshsa 345 ming bo'ladi. Yangi jami 20 million 96 ming so'm. Oylik farq 26 ming so'm. Talaba uchun 26 ming so'm juda katta farq. Chunki uning daromadi ko'pincha cheklagangan bo'ladi. Uchinchi misol kichik tadbirkor. Masalan, kichkina nonvoyxona, tikuvchilik sexi yoki servis ustaxonasi bor. U oyiga elektrga 20 million 5 ming so'm, gazga 800 ming so'm, suvga 200 ming so'm, ijaraga 5 million so'm, internet va kasaga 300 ming so'm to'laydi. Jami 7 million 800 ming so'm. Agar elektr 25 foizga oshsa 20 million 875 ming bo'ladi. Gaz 20 foizga oshsa 906 ming bo'ladi. Suv 25 foizga oshsa 230 ming bo'ladi. Ijara 10 foizga oshsa 5 million 500 ming bo'ladi. İnternet texnik xizmat 10 foizga oshsa 330 ming bo'ladi. Yangi jami 8 million 895 ming so'm. Farq 1 million 95 ming so'm. Endi tadbirkor nima qiladi? U bu pulni o'z foydasidan qoplaydi yoki mahsulot narxiga qo'shadi. Agar u foydadan qoplasa, biznesning barqarorligi pasayadi. Zaxira pul kamayadi, yangi uskuna olish qiyinlashadi. Agar narxga qo'shsa, mijoz uchun non, xizmat, tikuv, ta'mirlash yoki boshqa mahsulot qimmatlashadi. Demak, to'lovlar oshishi faqat to'lov qiluvchining muammosi emas. Butun zanjirga ta'sir qiladi. 4-misol, kredit yoki muddatli to'lov masalasi. Ba'zi to'lovlar tarif kabi oshmaydi, lekin oila budjetidagi ulushi boshqa xarajatlar oshgani uchun og'irlashadi. Masalan, oila oyiga 5 million so'm daromad oladi. Kredit to'lovi 20 million 500 ming so'm. Kommunal va aloqa avval 600 ming so'm edi. Ijara 20 million 500 ming so'm edi. Oziq ovqat 20 million 400 ming so'm edi. Jami 5 million so'm deyarli to'liq ketardi. Endi kommunal va aloqa 800 mingga, ijara 1 million 800 mingga, oziq ovqat 1 million 700 mingga chiqsa, umumiy xarajat 5 million 800 ming so'm bo'ladi. Kredit o'zgarmagan, lekin oilada 800 ming so'mlik kamomat paydo bo'ldi. Shuning uchun odamlar kreditim oshmadi, lekin to'lash qiyinlashdi deydi. Sabab kreditda emas, umumiy xarajatlar bosimida. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadining 6% ko'prog'ini majburiy to'lovlarga sarflayotganlar. Agar sizning daromadingiz 6 million so'm bo'lsa va har oy 1 million so'm ijara, kommunal, kredit, aloqa va transportga ketsa, siz xavf zonasidasiz. Chunki har qanday 10-25% o'sish sizni minusga olib kirishi mumkin. Ikkinchidan, elektr yoki gaz iste'moli yuqori bo'lgan xonadonlar xavotir olishi kerak. Masalan, katta uy, konditsioner, elektr plita, isitgich, suv nasosi, biznes uskunasi bo'lsa, tarifdagi kichik o'zgarish ham katta summaga aylanadi. Uchinchidan, daromadi mavsumiy bo'lganlar, dehqon ustalar, taksichilar, savdogarlar. Ularning daromadi har oy bir xil emas, lekin to'lovlari doimiy. Kim kamroq xavotir olishi mumkin? Daromadi barqaror va majburiy to'lovlar daromadining 4% dan oshmaydiganlar. Masalan, oila 2 million so'm topsa, majburiy to'lovlari 3 million so'm bo'lsa, oshish seziladi, lekin budjetni ag'darib yubormaydi. Shuningdek, energiyani tejaydigan, qarzi yo'q, uy-joyi o'ziga tegishli, katta kreditga bog'lanmagan odamlar nisbatan xotirjamroq bo'lishi mumkin. Lekin men hech kimga umuman xavotir olmang demayman. Chunki bugungi kichik o'sish ertaga boshqa xarajatlar bilan qo'shilib ketishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik, foiz oshishi har doim yakuniy to'lovga teng ta'sir qilmaydi. Nega? Chunki ayrim to'lovlarda minimal abonent haqi, limit progressiv tarif yoki qo'shimcha xizmatlar bo'ladi. Masalan, siz elektrni ma'lum limitgacha arzonroq, limitdan oshgach qimmatroq tarifda to'lashingiz mumkin. Agar siz limitdan biroz oshib ketsangiz, umumiy hisobingiz kutilganidan ko'proq chiqadi. Odam men faqat 10% oshadi deb o'ylagandim deydi. Lekin limitdan keyingi narx sabab 25-30% ko'proq to'laydi. Ikkinchi noziklik, hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaslik. Agar siz elektr, gaz yoki suv hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida yubormasangiz, tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha hisoblab yuborishi mumkin. Ba'zan bu sizning real iste'molingizdan ko'p chiqadi. Keyin uni tuzatish uchun idoraga borish, ariza yozish, dalolatnoma qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun tarif oshgan davrda
hisoblagich ko'rsatkichini ayniqsa ehtiyot bo'lib nazorat qilish zarur. 3-noziklik, eski qarz va yangi tarif aralashib ketishi. Masalan, sizda avvaldan 200 ming so'm qarz bor edi. Yangi oyda hisob 307 ming so'm chiqdi. Siz jami 507 ming so'mni ko'rib, to'lovim birdan 2 barobar oshibdi deb o'ylaysiz. Aslida 200 ming eski qarz, 307 ming yangi hisob. Lekin bu ham muammo. Chunki eski qarz ustiga yangi tarif kelganda to'lash og'irlashadi. Shuning uchun men har doim kvitansiyani 3 qismga ajratib ko'rishni maslahat beraman. Oldingi qarz, joriy oy hisobi, penya yoki qo'shimcha to'lov. 4-noziklik, bank va to'lov tizimi komissiyasi. Ba'zi odamlar mening hisobim 300 ming edi, lekin kartadan 306 ming yechildi deydi. Bu 6 ming so'm xizmat haqi bo'lishi mumkin. Bir qaraganda mayda. Lekin siz oyga takisda to'lov qilsangiz va har birida 3-6 ming so'm komissiya bo'lsa, oyga 30 ming so'm faqat komissiya ketadi. Yiliga bu 360 ming so'm. Demak, qaysi ilova yoki bank orqali to'lash ham muhim. 5-noziklik, ijara shartnomasidagi bandlar ko'pchilik ijarada og'zaki kelishuv bilan yashaydi. Narx oshganda uy egasi hamma joyda oshdi, men ham oshiraman deydi. Agar shartnomada ijara muddati, narx oshirish tartibi, kommunal to'lovlarni kim to'laniq yozilmagan bo'lsa, ijarachi zaif pozitsiyada qoladi. Masalan, siz 2 million so'mga kelishgansiz. Lekin 3 oy o'tib uy egasi 2 million 500 ming so'm so'rayapti. Agar yozma shartnoma bo'lmasa, bahslashish qiyin. Shuning uchun ijara to'lovlari oshishi haqida gap ketganda faqat kommunal emas, huquqiy himoya ham muhim. 6-noziklik, biznesda narx oshishini noto'g'ri hisoblash. Tadbirkorlar ko'pincha elektr 20% oshdi. Demak, mahsulotni 20% qimmat qilaman deb o'ylaydi. Bu doim ham to'g'ri emas. Chunki elektr mahsulot tannarxining faqat bir qismi bo'lishi mumkin. Masalan, bir dona mahsulot tannarxi 10 ming so'm, xomashyo 6 ming, ish haqi 2 ming, ijara 10 ming, elektr 500 so'm, boshqa xarajat 500 so'm. Elektr 20% oshsa, elektr qismi 500 so'mdan 600 so'mga chiqadi. Demak, tannarx 10 mingdan 10 ming 100 so'mga chiqadi, ya'ni 1% ga. Ammo agar xomashyo, ijara va transport ham oshsa, unda narxni qayta hisoblash kerak. Shuning uchun har bir xarajat turini alohida ko'rish lozim. 7-noziklik, oiladagi iste'mol odatlari. Tarif oshdi, lekin iste'mol ham oshgan bo'lishi mumkin. Masalan, yozda konditsioner ko'p ishlaydi. Qishda isitgich ishlaydi, mehmon ko'p keladi, yangi muzlatgich yoki elektr plita olinadi. Odam esa buni tarifga bog'lab qo'yadi. To'g'ri tahlil qilish uchun siz kamida 3 ta narsani solishtirishingiz kerak. Tarif qancha bo'lgan? Iste'mol hajmi qancha bo'lgan? Yakuniy summa qancha chiqqan? Faqat yakuniy summaga qarab xulosa chiqarish xato. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 yoki 6 oylik to'lovlaringizni yig'ing. Elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, mobil aloqa, ijara, kredit, bog'cha, maktab, kurslar, transport, sug'urta bo'lsa hammasini yozing. Buni daftarga yozsangiz ham bo'ladi. Telefon jadvalida qilsangiz ham bo'ladi. Eng muhimi, raqamlar ko'z oldingizda bo'lsin. Ikkinchi qadam, har bir to'lov bo'yicha avvalgi summa va yangi summani alohida yozing. Masalan, elektr avval 2 ming, endi 300 ming. Farq 80 ming. Gaz avval 1 ming, endi 7 ming, farq 27 ming. Ijara avval 2 million, endi 2 million 300 ming, farq 300 ming. Keyin barcha farqlarni qo'shing. Mana shu sizning real oylik o'sishingiz. Foizni unutmaymiz. Lekin asosiy qaror real pul bo'yicha qabul qilinadi. 3-qadam, majburiy to'lovlar daromadingizning necha foizini olayotganini hisoblang. Formula juda oddiy. Majburiy to'lovlar jami summasini oylik daromadga bo'lasiz va izga ko'paytirasiz. Masalan, oilaviy daromad taksin million so'm, majburiy to'lovlar 40 million so'm bo'lsa, bu egun foiz. Agar oshishdan keyin 4 million 700 ming bo'lsa, bu egan 8,75%. Bu signal. Oltin foizdan oshsa, budjet juda taranglashadi. 4-qadam, hisoblagichlarni nazorat qiling. Har oyning bir xil sanasida elektr, gaz va suv ko'rsatkichlarini rasmga oling. Rasmda sana chiqadigan qilib saqlang yoki alohida papka oching. To'lov ilovasidagi ma'lumot bilan real hisoblagichni solishtiring. Agar farq bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Keyin ko'raman desangiz, qarz yig'ilib qolishi mumkin. 5-qadam, idoraga murojaat qilish kerak bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, abonent raqamingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni.
Qaysi davr uchun qayta hisob-kitob so'rayotganingizni yozing. Masalan, 2025 yil yanvar oyi uchun elektr energiyasi bo'yicha hisoblangan summa real hisoblagich ko'rsatkichlariga mos kelmaydi. Hisoblagich ko'rsatkichi falon sana holatiga falon raqamni tashkil qiladi. Qayta ko'rib chiqishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga hisoblagich rasmi, to'lov cheklarini, oldingi kvitansiyalarni ilova qiling. 6-qadam. Komissiyasiz yoki kam komissiyali to'lov yo'lini toping. Bank ilovalari, rasmiy to'lov tizimlari, xizmat ko'rsatuvchining shaxsiy kabineti orqali solishtiring. Ba'zan bitta ilovada komissiya bor, boshqasida yo'q. Agar siz har oy ko'p to'lov qilsangiz, bu mayda farq yil oxirida sezilarli pulga aylanadi. 7-qadam, ijara bo'yicha yozma kelishuv qiling. Shartnomada oylik summa, to'lov sanasi, kommunal xizmatlarni kim to'lashi, narx qachon va qanday tartibda o'zgarishi yozilsin. Masalan, ijara narxi 6 oy davomida o'zgarmaydi degan bank sizni kutilmagan o'sishdan himoya qiladi. Agar uy egasi narxni oshirmoqchi bo'lsa, oldindan necha kun avval ogohlantirishi ham yozilishi kerak. 8-qadam. Tejashni faqat kamroq ishlatish deb tushunmang. To'g'ri uskuna ham tejaydi. Eski muzlatgich ko'p elektr yeyishi mumkin. Suv sizib turgan kran oyga sezilarli suv sarflaydi. Gaz plitasi noto'g'ri sozlangan bo'lsa sarf oshadi. Internet tarifingiz ehtiyojingizdan katta bo'lishi mumkin. Mobil aloqa paketida ishlatilmayotgan daqiqalar yoki megabaytlar bo'lsa arzonroq tarifga o'tish mumkin. Ya'ni tejash hayot sifatini keskin pasaytirish emas, samarasiz xarajatni topishdir. 9-qadam. Zaxira fond yarating. Men har bir oilaga kamida bir oylik majburiy to'lovlar miqdorida zaxira saqlashni maslahat beraman. Agar majburiy to'lovlaringiz 3 million so'm bo'lsa, ideal holatda kamida 3 million so'm zaxira bo'lsin. Albatta, hamma ham darhol buni qila olmaydi. Lekin oyiga 7 ming so'mdan boshlasangiz ham, bu odat sizni penya, kechikish va qarz bosimidan himoya qiladi. 10-qadam. Oilaviy yig'ilish qiling. Bu juda oddiy eshitiladi, lekin amalda juda foydali. Oila a'zolariga bizda to'lovlar oyiga 100 ming so'mga oshdi. Endi qaysi xaridlarni qayta ko'rib chiqamiz deb tushuntiring. Agar buni faqat bitta odam bilsa, qolganlar eski odat bo'yicha pul sarflayveradi. Budjet ochiq bo'lsa, qarorlar ham adolatli bo'ladi. Bugun men sizga to'lovlar oshishini faqat foiz bilan emas, real pul bilan hisoblash kerakligini ko'rsatdim. Eng muhim qoida shuki, avvalgi summa, yangi summa va farqni alohida yozing. Keyin barcha farqlarni qo'shing. Mana shu sizning oyma-oy cho'ntagingizdan chiqadigan qo'shimcha puldir. Elektr, gaz, suv, ijara, kredit aloqa va transport alohida kichik ko'rinsa ham, birga qo'shilganda oilaviy budjetga katta ta'sir qiladi. Mening tavsiyam, bugunoq oxirgi to'lovlaringizni tekshiring, hisoblagich rasmlarini saqlang, kvitansiyalarni yo'qotmang. Komissiyalarni solishtiring va kerak bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar siz raqamlarni nazorat qilsangiz, vaziyat sizni emas, siz vaziyatni boshqarasiz kommentariyada yozing. Sizda qaysi to'lov eng ko'p oshdi va oyiga taxminan qancha farq sezilyapti? Bu boshqalarga ham real manzarani ko'rishga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki to'lovlarni to'g'ri hisoblash bugun har birimiz uchun moliyaviy xavfsizlik masalasiga aylangan.